Ko'pchilik Triuzetni so'radi, qayerdan olasizlar deb mana Makoni. Ko'rsating bitta zo'rlardan bormi? Ha? Zo'rlardan bor ekan. Mana Captiva motorlar bor ekan bu yerda, yaponskiy ish qilib. Hamma motor bor, mana Mercedes motorlari, ana bu ham Nissan ana bu. Yakka o'tkazdik. Triuzet 4 endi Pramoy bor, razvodkaligi bor. O Primoydan nimaga bizga Primoydan bermadingiz? Orqasini pereldik. Bu 5 talik bo'ladi bu. Ha. Egalar o'qdan qo'llanadi. Mana buni asosini tuzar ekan, ha? Mana buni ham asosini tuzar, mana Triuzet mana. Bu nech pul bu? Bu 4000 dollar. 4 ha? Ha. Yana nima novinka buni zo'rlardan bor. Yangi sistema 2 terimiz. Bu ham mana. Qiziqqanlar yozdi-da, qayerda ekan bu motorni qayerdan oldingiz deb demoqchi. Zo'rlarimiz bor. Nechta desana? Mercedes motorlar. Motorimiz bu 1 JZ. Bir JZ'dan bor mana. Toyota Avalon Alphard, mana Sienna 200 bor aylo. Hay, pastga nomer qoldiramiz, Primoy telefon qiladi-da. Lankrga 200 ga 300 ga hammasidan bor. Ha. Tamam, nomer qoldiramiz. Manzil qayerda edi? 5-chi kiramda men. O'zimni nimamni, servisini nima qilibman? O'rgandim. Shahar darvozasi bor, Buxoro darvozasi, arkadan. Shu kirganda o'ng qo'yilgan. Do'lama qishloqi. Telefonni qo'yamiz, bor telefon qilib tushuntiradilar. Bosinglar mana, motorni zo'ridan ana shu nasib etsa u mashina ham yo'q qilib bitta ko'rsatamiz. Yongandan keyin bitta video qilamiz-da. Bo'ldi, tamam. Mana bu yerda nima bu? Nimani Cameron motori nima-ku? Bu Captiva. Cadillac. Equinox motorimiz bor. Equinox ham bor ana. Equinox qancha ana shu zubori? Bu 2,5 ming chiqadi. Korobkasi bilan birga, ha? Ana Gentrani usilit qilmoqchi bo'lganlar shundan nima qiladi bor? Toyota Hiace motorlarimiz bor. Avtomat zavodskiy. Tamam aka.